Şu azab atqan dostlarga köptün köp rahmetini bildirmen. Hamda qandaq desem boludu. Bir-birlerini qo'llasak pek yaxshi deb o'ylayman. Hamda hozir yana bugun 2026-yili 8-ayning 26-si bo'pti. Mening go'zal hayotimni nihoyat yaxshi ko'rib anglayapsizlar. Ko'pincha o'ylar shunday yaxshi fikrlar beryotidi, bak tabiiy yaxshi deb. Ko'pdan ko'p rahmat. Men albatta qo'shildi ekanman. Nima uchun degan chog'da bu haqiqiy bu atqan kundalik turmushdagi meniki shirkatlik ishlarim degandekchu. Shirkatlik ishlar o'zimning o'ylaganlari eng asosiy bu maqsad hamda o'yla deymiz. Bugun yashayli, hozirni ko'rli deydigimiz qilib bo'lamaymiz-ku. Men davomli deb turyapman YouTube'da. Şunu bo'lsa burunqi ishlarni o'ylab, urib o'tganning o'rni kelmaydi. O'yla bilamiz, bilib turib qilolmaymiz. Qilib boqaychi desak, qilib bo'ladi ekan, men qilishga tirishyapman. Shunga hamda keyinni kelgusini o'ylamayman demaymiz. Ammo u kallani kontrol qilmaydi-ku. Kontrol qilishning birdan-bir usuli aldirash bo'lish. Aldirash bo'lganga yetmaydi. Shunga o'zimiz aldirash qilib, o'zimizning qiziqishiga kirishib ketsak, qiziqish desak, hozir ham o'yla iPhone'dan boshqa beshimiz ko'tara olmaymiz, ammo meniki nimamda bo'lsa o'zimizning qiziqishini tepib, albatta qiziqishni tepish haqiqatan taskan ba'zilarga nisbatan. Men bu telefonda do'stlar bilan paran qilishgan chog'da hech nima qiziqmayman deydi Allah bor. Ammo qipaqaychi, izdan paqaychi desa chiqadi albatta. Orliq til tashlab qo'ydigan ishchi. Qiziqish degan nima desa, meniki o'zimning tajribam desam, bir halqa masalan bir narsa kirib ketsak, shu vaqtning o'tganini bilmaymiz-ku. Bu telefondan boshqa, telefonga kirib ketsak, ba'zi bilolmaymiz. Demakchi, men yapon vaqtimda kasbimni yaxshi ko'rganligimni shu ochada his qilgandim-chi men. Burun Urumchida ishki doktorxonada ishlab operatsiya qilib şu besimning ichida ishlaymiz o'yla. Shuning bilan shu Yaponning materiallari bo'lib, bak yaxshi. Odatdagi shu odamlar tushundigan qilib doktorlik oid materiallarni shunaqa tuzaydi ekan bular rasm bilan. Shuning bilan shu o'zim kirishib ketdim. Shunga hamda demakchi shu poyezdda uyga qaytadigan vaqtlarda o'zim tushadigan bekatdan hech qanday o'tib ketgan vaqtim bor, kitob kirish ketibchi. Şunun qarab, men shunga kirishdikan, qiziqdi ekanman-da, doktorlikqa degan his qildim. Xudoyim borib bir qatam xalat kiygan odam yana bir qatam kiya deb o'ylayapman. Uningga planlarim bor, xudoyim buyursa. Demakchi qiziqishni tepish haqiqatan tasga ba'zilarga nisbatan hamda o'yla qiziqadigan nima birdan bir pul deymiz, o'yla cho'qimlar. Albatta pulni yaxshi ko'rish eng yaxshi ishlarning biri deb o'ylayman. Shunga qiziqishni tepish uchun shu men degandek bir nuqta kirib ketgandan keyin shu vaqtniki o'tgini bilmasak, shu men shuni qiziqdi ekanman deb shuning bilan alqa rivoj topsak yaxshi ekan deb o'yladim. Mening qiziqishim mana doktorlikdan boshqa yana til o'rganish qiziqyapman. Men rostga desam grammatika baknachar odamdim. Bo'lib ingliz grammatikaga faqat kirish bo'lolmagandim. Hamda ancha-muncha chiqyapti tilim degandek. Anandan keyin mening yana bir qiziqishim tamoq yetish. Tamoqni chiqaryapman. Bundan keyin pat-pat chiqarib turman tamoqni. Tamoqning mening chiqarish usulimmi shu eng tez fast food. Eng tez bir hisobda vaqt ketmaydigan. Anandan keyin shu o'rin odamlarga tez bo'ladigan demdiq. Shunaqa usullarni chiqarman pat-pat vaqtim bo'lsalar. Mesela Yaponning tamoqlari juda oddiy. Albatta sirtdan pul xarjlab qilsa birdan chiqadi tamoq, ammo uydagi materiallardan oddiy qilib bo'ladi har qanday narsani. Shunga uni ancha-muncha ko'rsatib turman. Men endi tamoqni deb ishonchim bor degan chaqda men burun uyda cho'chirib bang'isha sushi hatto rampezini tatib chiqqan odam.
rank bizga puatlıgan näse emeske raslansam. Rank bizni raskamsam biz hem de əlləmində tamaq doğrusu paran qilishimiz. Bir dostumuz geptin gep çıkıp rank bizni qilishajap təsken qo degende aştaqma dep şunu ola qarsaqam YouTube o biyalar bek ögütüdüğanı bilen jok qo. Qıpaqayçı dep raslansam materiallan ekep bir ay meşq qılsa qıldım desem boludu. Ahırı çıqadım. Şunda yaxşı setildi aynı vaqtlarda. Deməkçi qılayçı desəkçi hem de qıl buldu ki rank bizdiga onun üstüne ordu pişidağına soğanı ki puat qıl bulmaydı ki onunla. Şu hem de köp restoranladım yok rank bizanım için degence təs oğaş çıkmam degende boyladım ben. Şu hem de özümüzün kızıqışığı kiriş kessek mesela yaşım çoğungan çağda ne deyimiz alqı erleniki kızıqışımızı ne tepişimiz tez oturup xiyal uçuş gitmez uyku gitmez degende şunlaşqa erlerinin elbette medikal nimedime doktorçılıktım erlerinin ayallarının ömrüniki kıska uzunluğunu seliştiriş boludu ayallar uzun ömür görüdü köpünç alda ulanımı ançımıcı sözlep durvatımı hem sözleyme bundaki mu degендek. Şuna meniki bu güzel hayatımdaki birden bir maksidi hem de günlük hayatımdaki turmuşni şu YouTube qo'yib qo'yish. Ballarımның ballari ko'yasım bu YouTube degan yaxshi narsa degan o'ylab, onun ustiga bir jihatdan qarindoshlarım yarapti, o'zimning shu Yapondagi hayotim, Toronto, Kanadadagi hayotimni mo asosdan masalan biyaniki Toronto'niki mektepleri, doktorxanları hemen öz gözüm bilen köydüm. Özümün beşide ötkeni her qanday adamla oxşmaydı. Yapondakilarni köydüm, Yapondaki şeraitlerini köydüm degендek. Şuna bu jihatlarda asta-asta aldırmay sözlep turma. Şuna hem de qarindoshlarni hozir ko'rdigan narsalar bek ko'p. Shunda bo'lsa meni qo'llayotganlar shunda ko'p. Bir yillar necha do'stim bilan paran qilishdim. Paran qilsam chet eldagi do'stlar telefonlashib degandek shundoq yaxshi madadlarni berdi. Shundoq ilhomlarni berdi. Shundoq yaxshi niqotsiz deb raslansam inglizimni qo'llab niqotidi va inglizim hali yaxshi qopti degan gaplarni anglab shundoq qo'shib qoldim. Demakchi bir hisobda hamda do'stlar o'zaro qo'llab bu muayyanni bu mu değil, muayyanım bu mu değil deb kamchilik deb bilsam da boshqalar qanday o'qimayman men bu muayyanim deb bilsam shundoq qo'shilgan inson. Albatta ilmiy asosda to'g'ri yo'l bilan da mush yaqindan Facebook'ga mau naq maydonnikini sinoqlarini chiqarib qilsam ekran toza suzish chiqmabdi. Hajiz ko'pdi bir do'stim Yapondagi shuna xo'sh bo'ldim. Albatta naq maydondagi dastlab tashnaqul deb tushuntirib qo'ydim degandek hamda. Şu anda men bu nima IT ning kasbini bilib ketmayman. Qo'limga chiqsalar chiqib tabiiy holda hamma tabiiylikni yaxshi ko'radi deb o'ylayman. Tabiiy holda chiqarishga tirishaman. Shunga hamda ko'pincha shu YouTube qiziqayotgan do'stlarim ko'pga mush yaqinda olsam bo'lsa agar YouTube qilaychi deganlar bo'lsa men nima degan tajriba bo'lib qoldim 5-6 yil bo'lib qoldi deyman. Şunu bo'lsa agar men qilaychi desanglar men anchamiz o'rgatib qo'yma. Albatta o'rganish o'zaro bo'ladi. Shunga agar hamda YouTube osonki, rastkam desam osonki. Men bu dastlabda YouTube bu oyda balqib ko'zimiz qo'rqidi bir ishni boshlashda. Onun bir hisobda albom qatorida bo'lsanglar bo'ldi-ki. Shunga hamda men nechisiga dedim, shunday talant bolalarga YouTube chiqarsanglar bo'lmamdi deganlarni qildim. Bizniki xarakterimiz hamda asosan mukammallikni qo'g'isha olmasganchu. Men bu bilan ashaqdim. Hozir hargiz 60-70%, 80% biz bo'ldi. Shuni olanlar, mush masalan til o'rganishim shundoq. 10 ta tur so'zlab xilbira akaldim ingliz tilini. Shirkatdagilar degan alomat uyg'urchalar chaqchaqlarni uyg'urcha maqol tamsillarniki nimasini deb bermoqda. Uyg'urlarni bunday maqol tamsil deb, maqol tamsil o'zini deyamsanmi? Shuni tushuntirib qo'ydim. Qisam bizning bobonda maqol tamsillarda deb berdi menga. Shu jarayonlarda hamda jihnasni o'rganib oldik odam. Demakchi hamda mening go'zal hayotimni shunday qilib davomlashtirma. Shunga hamda bugun 26 bo'lsa
Aldın qaptın başlap şu ayalım bilen taң işlep ketdik. Yana iki qeyrindişimiz, Uyghur qeyrindişimizde iltimas qılatıdı bizning şirketga. Ularni muep qilish ehtimoli bormidi. Bu Kanadaning tuzumida bir yer ishlagan odam tunishtirsalar cho'qim oldi ekan-ku asosan. Şuňamda Uyghur dünyamız payda boldy dep şunda hoşup ketdi bizniki şirketkilermi. Men şirket kirgenden keyin Uygurni tunuydigandan rasansam 70-80 ga yaqin adam işlemiz. Tunuydigandan şu birisi vakati belki bir 60 yaşlı adam. Qağallarda Uygur deganni diyemeydigan bakanda şuňa maykillerimga Uygur deganlarni izlep qildim. Ança-munça bularniki közge kirip tursun bu xat usumu dep özemçe. Uyg'urlarning ahvolini bildiganlarmi shunday qildik, shunday inchikilab so'rab ketdi ba'zilar yaqin o'tganlar. Va qanday millatlar deb uningkin obdan tushuntirib qo'yma degandek. Shunga bizning şirket ishlarmi men butunlay şirketning ishlarini shunday qiziqarli qilib so'zlab qo'yaman. Qiziqarli emas, haqiqiy gaplarni shu kishilik munosabat. Har qanday yerda kishilik munosabat bo'ladi-ku. Shunga kishilik munosabatniki murakkabligi haqiqatan bizning şirketga do'stona bir-biriga bo'lgan-ku. Chaqchaqchi demdik, chaqchaqchi qiziqchi anda qandiki ishlasam odam harmaydi ekan bir hisobda. Şuňamda hammasining ismlarini Uyg'urcha ismga qilib so'zlab kelyapman. Yana davomli chiqarib turma. Qo'llab quvvatlab kelayotgan do'stlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Yana deydiganim shu hozir unutib qo'yma subscribe deganni. Besib qo'ysanglar yani 15 son 15 odam 15 odam bugunlar men şirketdagi yaqinlar esa meni yaqin do'stim borniki mana skan qiladi deb kodoyim bor. Ani qilsam skan qilganda birdan subscribe chiqdi 3 netisi. Demakchi hamda zo'rlabni qildirdim desam bo'ladi. Şuňamda do'stlarimda Uyg'urlar shunda qo'llabni qotdi hamda menmo 4-5 yil oldi chiqaram qilib mijozim yo'q. Shunlashqanda do'stlarniki qo'llab tag'imda buni qisilishini umid qilaman tovanchilik bilan. Anandan keyin shu shanba kundan boshlab hozirdan boshlab jiddiylashyapman. Naq maydon chiqarma, uni deb turyapman. Tashviqotni qilib turyapman. Bo'sta qilib qo'yinglar. Shanba kuni har shanba kuni soat 7 da buni cho'qim davomlashtirishga tirishaman deb o'ylayapman. Toronto vaqti. 7'de hamda 20 minut ya 15 minut 20 minut yarım saat özüm uykusuzluktan başlaydı dep oyladım. Uykusu yaxşı emas qarangizlar bir köpke. Uykusuzlukni azroq tushuntirib, mingimizning tuzilishi, dars emas, bunda o'zaro suhbat qatorida-chu, naq maydondagi savol so'rasanglar ostiga yozib so'rasanglar bo'ladi. Men javob beramsammo keyin javob beradiganga tirishiman. Naq maydon amal ba javob berishga tirishiman degandek. Nima uchun degan chaqda o'zimning beshidan o'tdi. Bu uyqum shunday yaxshi bo'lib ketdi hozir. Şuňamda atrofdagi do'stlarim deb turyapman, uyqum nachar degan do'stlarim menga telefon qilib turdi, hamda uyqu emas, boshqa kasallar to'g'risida-chu. Demakchi hamda şirketning ishlarini asosiy so'zlayman, bu mening go'zal hayotimda, ammo o'zimniki o'ylig'inni har qanday odam har xil o'yladi bo'ladi-ku. Albatta birinchilab solishtirganimiz Uyg'ur. Bizning millatlar ma qartallik, oqtallik, Filippinlik, Vyetnamlik qanda o'xshash odam, o'xshash ekan deganda yakunladim men. Xarakter jihatida emas. Va ba'zilarga qilsak va bizning Uyg'urlarda andaqmida degan bizning Uyg'urdagi asl millat yo'qligini tag'imlim his qilyapman, burunmi his qilgan. Demakchi Uyg'urlar haqiqatan tirishchan millat, tirishchan bolalarmi ko'p. Amerikada NASA'da ishlayotgan qarindoshlarmi ko'p. Asli shu yaqinlarimdagi nimada shu Apple'da ishlayotgan Uyg'urlarning jiqligini angladim degandek. Hatto neftda Amerikaning cho'ng neft shirkatlari ishlayotgan Uyg'urlar bor degandek. Doktorlar kelgan chaqda masalan bizning Kanadada haqiqiy doktorxonada ishlayotgan bir qarindishimiz bor, ayol qarindishimiz, doktor kinishkasini olib, mening anglishimcha Amerikada 4-5 deb bor deb anglagan, hozir qanday o'qimayman, burun anglaganda. Birisi mening savodishim Yaponda anglasam 7-8 chiqibdi Uyg'urlardan. Ayni vaqtda Yaponda biz barchaqlarda Uyg'ur yo'qdi. Bir-birimizga yomon tas qilib bo'lmaymiz deb bir-birimizni qo'qizimiz-ku. Deplamni qantoq Uyg'urlarni tirishsa alomat
neticeler kazandı. Bu demse bugün üçüncülük sözler, yani sözlep durma, kulağına ağırtıp durma da koyay. Bu demse her günün hayırlı olsun.